Bu bemorimizda yiliga 4-5 martadan shamollash, tanzilit faringit, burundan nafas olish qiyinligi, hattoki antibiotiklar olinganda ham yaxshilanmaganligi shikoyat qilib keldilar. Adenotomiya operatsiyasini o'tkazamiz, ko'rishingiz mumkin. Adenoid vegetatsiyasi burun halqumni 3 dan 2 qismini egallagan. Bola nafas olishga juda ham qiynaladi. Tez shamollash burunda adenoid hisobiga bo'lgan. Va buni hozir shaver yordamida biz olib tashlaymiz. Mana shaver davomimizni apparat o'zi oladi. Operatsiyamiz mana muvaffaqiyatli o'tdi. Qonash belgilari yo'q, burun bo'shliqlari ochildi, burun halqum yo'li ochildi. Bemorimiz mazza nafas oladi.